Faqat homilador bo'lganimda yegim keladi demayman, turmushga chiqmasimdan oldin ham rosa yaxshi ko'rardim. Shuni yeyish uchun dietani ham bir kun oldinga surib yuborardim. Homiladorlardan uzr so'ragan holda pigodini bera olmayman, lekin retseptini bera olaman. Bizga oddiygina iliq suv kerak bo'ladi. Dro'ja, tuz, shakar va o'simlik yog'i yaxshilab aralashtiramiz. Sifatli elangan unni solamizda, qattiq emas, yumshoq emas, o'rtacha xamir qolib oshirgani yuboramiz. Xamirimiz yaxshilab oshib chiqquncha piyoz, karam, go'shtni mayda qilib to'g'rab olamiz. Qizigan yog'ga go'shtni solib 1-2 aralashtirib qovuramiz. Ketidan piyoz, karam, tuz, murch, paprika va ozgina xitoy tuzidan solib yaxshilab aralashtirib dimlab qo'yamiz. Xamir oshib nachinka tayyor bo'lguncha shu tarelkani tozalab oldim. Ko'pincha tarelka va kosalarning orqasida shunaqa chirki bo'ladi. Allergiya bermaydigan xlorsiz Bavi super очистители aslida dog' kiyimlar uchun. Buni ham ketkazarmikin deb tavakkaliga idishga solib ustidan qaynoq suvni quyib uvitib qo'ydim. Gubkada ham ishqalamadim, 10 minutga qolmasdan yaltiradi. Ana endi yaxshilab oshgan xamirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Menda 12 ta chiqdi. Birozgina un sepib, har bitta xamirni qo'limiz bilan xuddi shunaqa yoyib olamiz. Agar videoda ko'rsatilgandek tugishga qiynalsangiz, oddiygina pirojkaga o'xshatib tugsangiz ham bo'ladi. Listi yog'lab pigodilarni terib 20 minut oshiramiz. Keyin esa qaynab chiqqan suv ustidan qo'yib 25 minut pishirib olamiz. Videoni saqlab oling va pigodi yaxshi ko'radigan tanishingizga jo'nating.